1-sentyabrdan ish haqqi va stipendiyalar oshiriladi. O'zbekistonda 2026-yil 1-sentyabrdan byudjet tashkilotlari xodimlarining ish haqqi va stipendiyalar miqdori 7% ga oshiriladi. Shu sanadan mehnatga haq to'lashning eng kam miqdori oyiga 1,360,000 so'm, bazaviy hisoblash miqdori esa 440,000 so'm etib belgilanadi. Bu Prezidentning 2026-yil 23-iyundagi ish haqqi, pensiyalar, stipendiyalar va nafaqalar miqdorini oshirish to'g'risidagi Prezident farmoni 115-sonli farmonida belgilangan. Hujjatga muvofiq 1-sentyabrdan byudjet tashkilotlar xodimlarining ish haqqi 7% ga oshiriladi. Talabalarga to'lanadigan stipendiyalar miqdori ham 7% ga ko'payadi. Shuningdek, 1-sentyabrdan mehnatga haq to'lanishning eng kam miqdori amaldagi 1,271,000 so'mdan 1,360,000 so'mga oshadi. Bazaviy hisoblash miqdori esa 412,000 so'mdan 440,000 so'mga ko'tariladi. Bazaviy hisoblash miqdori jumladan qonunchilikda belgilangan ayrim davlat byudjetlari bojlari, yig'imlar, jarimalar va boshqa to'lovlarni hisoblashda qo'llaniladi. Farmon bilan pensiya va nafaqalarni oshirishning boshqa muddati belgilangan edi. Ular 2026-yil 1-iyuldan 7% ga oshirilgan. Xususan, yoshga doir eng kam pensiya oyiga 983,000 so'm, nogironlik pensiyalarining eng kam miqdori 1,83,000 so'm, pensiyaning hisoblashning bazaviy miqdori esa 504,000 so'm etib belgilangan. Ish haqqi, pensiya, stipendiya va nafaqalar miqdorini oshirish bilan bog'liq xarajatlar davlat byudjeti hamda Iqtisodiyot va Moliya vazirligi huzuridagi byudjetdan tashqari pensiya jamg'armasi mablag'lari hisobidan qoplanadi.